Bu dunyo hammamizdan keyin qoladi. Lekin bir-birimizga marhamatli bo'lsak, bunga nima yetsin? Mullalik qilib ko'p ensamni qotirma. Machtingga borib vaziyni o'qiysan. Menga konkretniy o'g'il bola gap kerak. Hammani oldida sen menga va'da berasan. Va'dani Allohga beraman. Senga esa maoshga. Bolla, bu jinni bizni portlatib yuboradi. Likullihim ajalun, ya'ni har bir inson o'z ajali bilan o'ladi.